Solig'i e'lon qilinibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu savol bor-da. Mayli, chet elda ishlayapti odamlar, soliq to'laydi, mayli, xo'p. Himoyasichi Tashqi ishlar vazirligi fuqarolarning huquqi buziladigan bo'lsa, jimku. Oddiy mana Rossiyani ko'ringlar. Jimku to'g'risida nimasiga soliq soladi? O'zbekistonda ish qilib chetga chiqmaydi. Qilib bersin. O'zbekistonda ishi yo'qligidan bechara chet elga o'zini kunini ko'rib, aylanma yo'llar orqali u yoq bu yoq qilib bechara chirib boryapti-da. U yerda itda ishlab turib yana davlatga soliq to'laydi. Nimaga soliq to'lash kerak? Himoyasi bo'lmagan joyga nimasiga soliq to'laydi? Savol. O'zbekistonda ish qilib chiqmaydi chet elga. Keyin radarlar mavzusi bo'yicha akalar, prezidentimiz 15-iyunda yig'ilish o'tkazib 14 kun ichida katta yig'ilish bo'ladi. Radarlar bo'yicha ijobiy gap bo'ladi dedi. Qani amali? Qani? Radarlar ko'p, yo'lli talabga javob bermaydi, noqonuniy radar ko'p. Gapirgani blogeri yo'q. Gapirgan blogerni olib boribdi qama. Nimaga? Haqiqatni gapirib, muammoni gapirib chiqqan odamlar sizlar qachongacha og'zini yopmoqchisizlar va qachongacha yopaman deb o'ylayapsizlar? O'zingizlarning muammoinglarni, mana problemalarni gapirib chiqayotgan odamni problemani hal qilmasdan gapirgan odamni yo'qotib nima qachongacha? Akalar o'zingizlar fikringizni yozinglar. Chet elda ishlayotgan ishchilarga soliq solish to'g'rimi? Va ana gap amali qachon bo'ladi? Sir bo'lmasa, chunki prezident minbarda turib va'da berdi. Men 14 kun ichida radarlar bo'yicha yig'ilish qilaman, tanqid qilaman. Qani? Mana bugun 15 kun bo'ldi, mana hali yo'q.